Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yana xudo xolasa navbatdagi obyektimiz Hazarasov sentrda bo'lib turibdi. Ishlarimizni bir qator hozir obzor etib ko'rsatib chiqamiz. Videomiz sizlarga ma'qul bo'lsa, bir dona like'larni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. Xudo xolasa bize xizmatdamiz yana. Hazarasov bo'ylab şifr xizmatindamiz. Bemalol nölden toza joylarımın köne joylari şifr qaqış kerakmi? Ezbi şifrlar koparib qaqış kerakmi? Xudo xolasa ekranın pastida nomerlar qoldiramiz. Bemalol bize bilan bog'lanaverasizlar. O'chirt bilan xudo xolasa ishlari ajoyib etib, sifatlatib ishlab beramiz. Hozir bizda sim tortish ishlari yetib turibdi. Karkasimiz 100% yakunlangan. Yurtlarımızın köyüne joyimiz patolog bo'lgan. Şunu hisobına bize yine yurtlarımızın simburg'ini, strapilarni her birisinden devala kazık qatırıp ishlaganmiz yine. Her birisine simburg'i tortdik yine yurtlarımızda. Hemmasine tortilgan 100%. Xo'p, strapilamiz arasına keladigan bo'lsak, strapilamizni aralığı 60 santimetrdan, rekamizki arası 45 santimetrdan ishlendi. Rekamiz ham 2,5 7lik lapsha bo'ladi. O'rtadan bir taxtani, 13lik taxtani, 14lik taxtani o'rtadan bir chizdirganmiz. Strapilamizga kelsak, 3,5 11lik bo'ladi. Toshni 3,5 chiqadi qalin. Sasna material 100%. Sasnalıqını indi sasna deganimizə sebep erçəyə qaraganda sasna yaxşı bo'ladi. Bu yerlarning yine simburg'isini yağışdan torttirganmiz, patologi yo'q ekan bu yanda. Xo'p, usti keladigan bo'lsak, ustimizga joying usti xudo xolasa ajoyib holatda bo'ldi yana. Rekalarni lishnisini kesib tashimiz so'ngida şuradan 10 cm 15 cm çıkarıp koyamız. Frontollarını işlemiz xudo xolasa yine frontollarını ham ko'rib turganingizdek o'ta mustahkam etdik bunu. Yani rekalarimiz ham ajoyib etib 2 mixdan shaxmat etib qaqqanmiz yana. Keyingisine 2 mixdan yana. Shaxmat variantda 2 mixdan 9'luk mix uramız. Mixini ayamız. İşimizi sifatini bizeniz görüp bahasını beraverasizlar yana. Ajoyib bo'lib chiqdi, xudo xolasa tekislagan. Bellamizga keladigan bo'lsak, fronton qismimiz, fronton ham yana ko'rib turganingizdek o'rtalaridan ham, rekani o'rtasidan ham yana дополнительный strapilor chiqqanmiz. Bu yerni stokaga qatirganmiz. Yana bu skobaga keladigan bo'lsak, skobalarni ham ajoyib etib skoba ishlaganmiz. Skoba qatirib raskoslarına gelsek yine raskos verdik. Yani upor deyimiz buna. Halen tarafımızdan var. Fragollara bergemiz ortaki iki çetki yine bana götürüyorlardı. Bergemiz acayip et. Raskos olmasa şipri ben tarafına şamol götüredi. İyi oynatıp biledi. Bu vec birbirine karşı sviyaz kesip duradı. Yurtturganlarınızda karkasımızı öte moşun etip işledik. Strapillardan en yaxşısından aldık. Xo'p, bu yan tarafımızı simburg'isini ham navis ayvonchamiz patolog bo'lmagan ekan. Shuni hisobini bize yog'ochdan torttirganmiz yana. Ko'rib turganlaringizdek. 4lik simdan, обязательно 4lik simdan torttirganmiz buni yana. O'zingiz ko'rib bahosini beraverasizlar ishlarimizni. Bu stokalarımıza gelsak 11'lik bo'ladi qalini, diametri 11'lik, üstteki qoshliq ham 11 cm chiqadi. O'ta ajoyib moshni bo'lib chiqdi yana. Ko'rib turganingizdek. Bu ham taraflardan shuni aytib ajoyib etib simburg'larni eldan ham berganmiz o'g'landa pastda. O'zi ham joyina berib chiqdik. Endi hozir dalshi navis ishini ketib turibdi. Navisning simburg'larni berib turibmiz yana. Bu yan tarafımız plus 4,5 metre nevis bo'lishdi.
Özünüz görüp like'lara basıp duraverasizlar. Xudo xolasa issamdım benim evden açık gitti, 40 gradus var gitti. İsti bo'lishine qaramasdan Xudo xolasa xizmatdamiz. Ozgina shamol chiqib turdi yana. Ozgina shamol bor. Şimdi holatda elimdan ham yalladan ham yog'ochdan torttirdik yana. Şimdi holatda bu yoqdan ham bo'lmay Xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqadi, ajoyib bo'ladi. Yurttirganimizni yog'ochlardan обязательно beriladi. Bu yan tarafımız 4,5 metr virüs nevis bo'lib ketdi. Nevisimizni stoykaligi qoshligina 12lik. 12lik qalamcha ishlatganmiz yana. Buni teylanni xohlasa endi beton qo'yib qatirib skobalarni ajoyib etdik. Shuni holatda qoldi nevisimiz. Birinchi qatordan ham shudan uzun berib chiqdik bu yana. Sen mesela. Joyimiz ham 600 kvadrat, salkam 600 kvadrat chiqadi. Bu 20 kvadrat ekan, 580 kvadrat. Xudo xolasa ajoyib etib chiroyli etib ishlab beramiz. Lisini zakaz etganmiz. Lisini Xudo xolasa kelgandan keyin o'xshi yana bir video rolik etib chiqamiz Xudo xolasa. İşlemesi o'zingiz görüp bahasini beraverasizlar. Bu ko'chada Xudo xolasa 4-lanchi shiprimiz bu. Bir ko'chani o'zida. Bir yil oldin, 1,5 yil oldin bu joyimiz shiprini qaqqanmiz yana. 1,5 yil oldin qaqilgan shipir bu. Odalarımız joyi bu. Keyin bundan keyin dalışda bu shipir qaqdik yana. Oq shipir qaqqanmiz ishini. Bir tarafı keyin o'rtatib ishlayapmiz. Keyin bu yanda 3-4 joy anaqda qaqqanmiz. Selanaqda. Senterdamiz yana Xudo xolasa. Bu yan tarafimizda uçar. Ajoyib etib xizmatlarimiz Hazarasi bo'ylab bemalol WhatsApp, Telegram, Imo bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bir dona yurakchani qizartirib qo'ysangizlar, Xudo xolasa videolar chiqarib boraveramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.